Assalomu alaykum, biz obunasizlar. Bugun 28-iyun Turkgul dehqon bozorida tovuq jo'ja narxlari bilan tanishtiramiz. Assalomu alaykum. 7 dedingizmi sestra? 7 dan ekan. Bular ne? 18 dan. Kaçını tushirman? 100 tushirman, g'ozni bahosini ayting. Nechadan aytdingiz buni? 500 dan ekan. Indishgan jo'jalari-ku, necha so'mdan bular? 30 dan. Jo'jalar ne? 10 ming so'mdan. Assalomu alaykum. Nechadan aytdingiz bularni? 60 dan ekan. Gelishib beradigan. 60 dan ekan, gelishib beradigan. Qani? Bu uzr. Chatda assalomu alaykum. 20 beradi ekan. 22. Assalomu alaykum. Induklar nedan bo'ldi og'a? 700 dan. Xo'roz nechi? 150. Assalomu alaykum. Jo'jalar nedan bo'ldi? 8 ming so'm. Indishgan ne? 15 ming ekan. G'ozni kim bu? Indishgan bu. O'rdak. 10 ming so'm. Assalomu alaykum. O'rdaklar nedan bo'ldi? Ördekler 15 oldu. 15. Assalomu alaykum. Necha so'm aytdingiz bu g'ozlarga? 85 karıştırıp veremeyiz. 85. Bir haftalik. O'rdaklar ne? Ördekler 12'den. 12 dan. Necha so'm aytdingiz bu dekana? 500. Assalomu alaykum. Mana necha so'm aytdingizlar buni? 65 var. 65 dan qaytib beradi ekan. Xo'rozlarmi? 300 dan ekan. Nechadan aytdingiz endi jo'jalar? 150 dan ekan. Indishkalar ne? 30 dan. Tamam. 110 qaytib beradi ekan. Sen ekan? 110 qaytib beradi ekan. Bor ekan. Aytdim telefon nomering. 93 445 37 75 ekan.